Assalomu alaykum akalar, uzoq yurtdan kuzatib turgan musofir akalarimiz uchun xudo obzorlarimizni boshladik. Andijon Soy bozoridan bu. Ularimiz 3 fason bo'ladi. Listlari 1.6, 5.3 profilda bo'lgan bo'ladi. Taylashi yo'li zubur zamoylari bilan kvadrati 650 ming so'mdan ustanovka dastlabkasi hamma yo'q ichida. O'lchashlarigacha, rasmiy olishlarigacha 650 mingdan qo'yib beramiz. Ularni xudo xolasa xuddi shu holatda 2 yillik qilmoqchi degan odamlar uchun 2 yillik bo'ladigan bo'lsa, buni kvadrati 800 ming so'mga aylanib qoladi. 2 yillik bo'lsa, tepasini lazer desiz, lazer qilib beramiz, xuddi shu fasonda chiqadi. Bu esa Toshkent fason deyiladi. Mokri svet deb bilgan bir xil holatda обычный robotimiz. Bu ham xudo xolasa bu hech qachon fasoni o'lmaydigan narsa. Bu ham qalinda 1.6 da bo'lgan. Buning kvadrati 650 ming so'mdan. Bularimiz 320 robot. 320 robotimiz 5.3 profilda lisi 1.6 da bo'lgan, million zamoylari bilan unda qo'yilgan bu. Buni ham kvadrati 650 ming so'mdan. Tepa pastlari tayishi yo'li tepasi 8 ga 6 bo'ladi. Bu pechat robotlarimiz aka, kvadrati 450 ming so'mdan. Namangan ham ko'p joy qo'yyapti. 550 ming, 600 mingdan qo'yish beryapti. 450 ming so'mdan 1 lis bilan 0.9 chiqadi o'zi. Agar buni mashq holatda 1.2, 1.3ligi degan bo'lsa 550 ming so'mdan ustanovka ichida hamma yo'qni qo'yib beramiz. Bu 3.10 ga bo'ylari 3.35 lik robotimiz. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilsalar, aloqaga chiqsalar, xudo xolasa 200 avval dasturlari bilan o'rnatib beramiz. Bu high-tech fason deyiladi, 2 qavat, 2 yillik bo'ladi, chekkalari bilan bo'ladi. Chekkalariga 8 ga 12, ichlari 6 ga 4 profilda bo'lgan, yonlari 8 ga 4 da bo'lgan, 2 yillikda qalin listda bo'lib chiqqan bu ham. High-tech fasonimiz. Bularimiz endi 280 ga 280 holatda razmerlari kichikdan tortib kattalargacha bor. Bu esa 240 ga 2,5 oldida 120 bo'yi 2 metrlik bo'ladi. Eniga bo'lsa 1.35 lik robotimiz. Kichkina eshiklar so'raganlarga, hovli tomonda, orqa tomonlarga qo'yiladigan eshiklarimiz xudo xolasa bular. Bu domda eshiklarimiz. Bu kalitkalarimiz ham donasi 950 ming so'mda 1 listda bo'lgan zamoylarigacha. Dom eshiklarimiz esa 1.800 ming so'mdan zubur zamok, glazok, tepasi zamoylari bilan turibdi. Bu ham 2 qoshli fasonimiz. 290 ga 3 metrlik bu. Bu esa 290 ga 320 lik robotimiz. Mana xudo xolasa akalar bir ishni ko'rib bir maza qilaverasizlar. Kvadrati 650 ming so'mdan bo'lar. Agar lisi 2 yillikda holatda bo'ladigan bo'lsa, 2 yillikimizni 800 mingdan qilib beramiz. Bularda 650 ming so'mdan borib o'lchab, ustanovkalari, dastlabkilari hamma yo'q ichida kiradi bular. Bu esa bak fasonimiz bo'ladi. 280 ga 3 metrlik robotlarimiz. Bularimiz 2,5 ga 2,5 metr. Bunimiz 270 ga 280 lik robotlarimiz. Hosillar xohlagan turda razmerlarimiz bor, xudo xolasa. 30 xildan oshiq fasonlarimiz bor. Innovatsion g'oyalar asosida 270 ga 280 lik robotlarimiz bular. Bular esa high-tech robot deyiladi. Pechat robotimiz bular lisa birlik bo'lgan. Tepasiga high-techlar qo'yiladigan bo'lsa, shularni 450 ming so'mlik varianti high-tech qo'yilmagani, 550 ming so'mlik varianti high-techlari qo'yilgan holatda holati. Pechat holatlarda razmerlarimiz ham xilma-xiltor razmerlarimiz bor. Dom eshiklarimiz akalar. Bu o'zimiz vodiyga ustanovka dastlabkilari hamma ichida holatda robotlarimiz ham o'rnatiladi. Viloyatlarga chiqadigan bo'lsak, bo'ylabga amal qiladi dastlabki ustanovkalarimiz. Samarqand, Buxorolarga chiqadigan bo'lsak, ularimiz kelishilgan holatda dastlabki qilib beramiz. Dastlabki ketadigan robotlarimizni mana qilib upakovka qilib jo'natamiz buni. Bu yerda qo'yadigan ustanovchilarimiz bor o'zimizda. Mana xudo xolasa. Ob'yomli darvozalarimiz.
полный darvoza. Mana shu izlarning oxirigacha bu yog'imiz ham izlarning oxirigacha robotlarimiz to'la turibdi. Kimga qanaqa razmerlar qiziq bo'lsa aloqaga chiqsanglar, nomerlarimizni qoldiramiz. Vodiy bo'ylab ustomkalar, dastlabkalar mutlaqo bepul. Vohalarga dastlabki ustomkalarimiz qo'shilib qoladi. Chunki bularning kvadrati 650 ming so'mdan. Ikkiligi 800 ming so'mdan. High-tech fasollarimiz 1 milliondan tortib 1 million 900 ming so'mgacha fasollarimiz bor. Bu high-tech fasollarni ham xudo xolisa chiqarib beramiz sizlarga obzor qilib. Assalomu alaykum akalar, uzoq yaqindan kuzatadigan akalar, xudo xolasa o'zimiz skromli Toshkent faslini robotimiz Andijon Piyospaga kelib o'rnadi. Ularga qilingan ish kesakilar 8x8, ichlari 5 kuch, listlari 2 lidan bo'lgan, qalinligi 1.7 profillar, kesakilar 2.2. Bularning kvadratini 800 ming so'mdan 10 million 400 ming so'mga olib kelib ustunovkalarni qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga aloqa qilsanglar bo'laveradi. Ishni ko'rib baho berdik. O'zini baland emas, daryolar uzoq oqar, qayerga yetishini aytmas. Faqat inson